To'yini bizaman. Boshqa iloji yo'q. To'yini bizgandan keyin uni baxtli qila olmaysan. U menga ishonadi. Ishonadi. Senga kulgim xislatmagan o'rtoq. Mana misol uchun uchrashuvga chiqdi, to'g'rimi? Da. Значит, o'zi xohlagan. Rozilik ham berdi deyapsan. Demak, u bolaga ishongan. Tushunmadim. O'rtoq, bu yerda tushunmaydigan narsani o'zi yo'q. Yaxshilab o'ylab qara, qizing rostdan ham to'g'ri chiqyapti. Chunki 3 yil gaplashib, sovchi jo'natmagan bolaga ishongandan ko'ra, sira sovchi jo'natib, baxtli qilaman degan insonga ishongani yaxshi-da. Nima demoqchisan? Maqtashdin demoqchiman. Prosta unaqa siqilib yurishlaring arzimaydi deb endi o'ylab qarasang, chunki u qizing senga ishonmaydi. Boshqa narsa yo'q. Charchadim.